O'yin uchun hamyonbop smartfon so'raganlar uchun ikki xil model topib qo'ydim. Ko'rishingiz mumkin Infinixdan bittasi bo'lsa Tecnodan. Hozir bu sizlarga smartfonlarni batafsil tushuntirib beraman. Mana shu qo'limdagi smartfon Infinix GT30 Pro. Smartfon xotirasi 12 ga 256 GB, kamerasi 108 megapiksel. Akkumulyatori ham bemalol o'yin o'ynayotganingizda ancha muddatga yetib beradi. 5500 mAh. Ekrani AMOLED. Protsessori ham juda ham kuchli. MediaTek Dimensity 8300 Ultimate. Ikkinchisi bo'lsa arzonchiroq o'yinbop smartfon. Bu smartfonni hattoki orqa tomoni yonadi ham. Tecno Power 6. Kamerasi 108 megapiksel. Akkumulyatori bo'lsa 6000 mAh. Bunda protsessori sal oddiyroq. MediaTek Helio G99 Ultimate. Ekrani ham lekin AMOLED. Arzonchirog'i kerak. Siz Tecno Power 6, kuchlirog'i bo'lsin. Siz Infinix GT30 Pro. Ko'rishingiz mumkin Tecno Power 6 arzonchiroq versiyasi, Infinix GT30 Pro bo'lsa qimmatchiroq versiyasi. Siz o'zingiz istaganingizni xarid qilib, bemalol naqd yoki muddatli to'lovga Open Shopdan olsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Undan tashqari Toshkent shahri bo'ylab o'zimizning savdo nuqtalarimiz bor. Savdo nuqtalarimizni ko'rish uchun bemalol Instagram profilimiz shapkasidan lokatsiyalarni olsangiz bo'ladi. Open Shop.uzda 10 yil kafolat bizda.